telefon bo'ldi, maktabga ham borishim kerak. Soat cho'pdi, 7:25 bo'ldi. Xo'p, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qarindoshlar nima qilamiz? Bugun Minecraft o'ynaymiz. Maktabga ham borishim kerak. Hop. 6 soniyga turadi. Maktabga Qo'boy yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Qo'boy menga qara, o'zi maktabga bormaysanmi? O'zi? Yo'q, borolmayman. Dadam kasallar tuzalib, sotib yotib maktab berib. Mayli bo'pti, men o'zim ketiraman. Bo'lmasa ustozga ketib qo'yarman, xo'p? Xo'p. Bo'pti, xayr. Bo'pti, do'stlar. Qo'boy adasi anaqa ekan, biz bo'pti ekan, adasini shuni yetib qo'yaman. O'zi yo'lda ham zerikib ketdim. Tuvaletga boraman, do'stlar. Ikkinchi qavatmidi? Ikkinchi qavat edi. Mana. Ustoz kelmabdilar-yu. Kirib turib qolibdi. Ustoz kelmabdilar-yu. O'zim tuturlar. Darslarimni o'tiraylik. Are you sen yoki siz bo'ladimi shunaqa? Yo'q, bilmadim do'stlar. Xayr, ustoz. Xayr. Darslar hammasini yodlab kelgan, xo'p. Xo'p. Короче, darslar ham bilmadik ketdi, oyim qo'shimchaga berib qo'yganlar, uyda zerikib o'tiraman. Xo'p do'stlar, короче, mana shuni yodlashtirdilar. Your sen, ss, you sen bo'ladi do'stlar. Короче, shunaqa deydi. Sezib ketdim, uyga borib qo'lingni yoqlamayman. Sezib ketaman. Chunki ota-onam ketganlar. Qo'boy yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Qaradi, adin tuzalib qoldilarmi? Ha, yaxshi bo'lib qoldilar. Bo'pti. Xo'p. Короче, do'stlar, shunaqa ish qidiraman. Ish. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Uzr, kechirasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Bu menejer kim? Mana yoribdek odam. Assalomu alaykum, amaki, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Короче, menga ish kerak edi. Bo'sh ish yo'qmi? Bo'sh ish hozircha yo'q. Agar topilib qolsa, biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz, xo'p? Bo'ldi, xo'p, tushundim. Nomerimni yozib ketdingmi yo nomeringizni berasizmi? Nomerimni qoldirib ketavering, nomeringizni qoldirib ketavering, biz qilib olamiz. Xo'p, mayli, rahmat. Do'stlar, bu kitobcham bosi maloga hozircha sho'jam bo'ladi. Basharalar xushsan kelasini ham. Xo'p, kiramiz. Mayli, isham topiladi do'stlar. Bir amallab topilib qoladi. Endi nima qilsam ekan, uyga borib yotdim ekan, uxlagim kelib ketyapti do'stlar.
shunaqa jam turing yozgancha do'stlar. Voy do'stlar, jam turing o'ynaverdim mazza qilib Minecraftni bitirdim. Nima qilsam ekan do'stlar, короче. Uxlamaymikan. Uxlamoqchi kitob tilagan. Mayli uxlay qolaman. Voy, uyqudan turdim. Qani. Kechqurun chiqibdi уже. Kun botyapti уже. Qo'ychi sovqat ketdi. So'g'ada. Mana okey. Hammamiz so'zlarni yodlab turayotgan sezondan ertaga o'ldirarlar sozim. Your qani ikkinchi harakat. Boshdan shekilli. Your siz bo'ladi. You sen bo'ladi. Okey do'stlar. Your siz bo'ladi. Ikkita o'xshayman. Maloga. Your siz bo'ladi, you sen bo'ladi. Siz bo'ladi, you sen bo'ladi. Do'stlar, shunaqa ertaga beraman so'zga. Maloga. Hozir yana yo'qlarim kelib ketyapti. Mazam bo'lmadimi bilmayman. Qadam bolam ham boyam qishloqqa ketishgan. Men bir o'zim uydaman. O'rtog'im ham ko'rinmayapti anchadan beri do'stlar. Mayli, okey, uxlayman bo'lsam. Do'stlar, mana bitta qo'ya kelib qoldi. O'g'rilik qilyapti. Mana do'stlar, o'g'rilik qilyapti. Hop. O'g'rilik qilsam, tepada xudo bor ko'rib turadi. Onu qo'ying. Tugab qolsa men nima yeyman do'stlar? Nima bosib bo'ldi do'stlar. Qo'ygan. Assalomu Alaykum assalom. shunaqa gap. Do'stlar. Hoy, nima qilyapsan? Menmi? Ha, sen. O'rta tayyor. Hamza Zeyd to'xtang. Mana yaz. Brat nima deysiz? Brat? Brat qo'shib ketdi. Mayli, o'zimdan okey, san tish bola yo'q javob bo'lagan. Uxlashga ish bola yo'q borib. Nima qilsam ekan? Hozir qo'ygan. Mayli, uyga boramiz. Qani. Very slow postal service. Nima degani bu? Bilmayman. Ko'p bo'ladi chunki 5 yil ingliz tiliga borgan. Otasi bilan qo'yapti.
Men otamni yo'qligiga tushmayman deb qo'yganman. Yo'q, men bunga sababman. Do'stlar, ish bo'lar ekan. Xo'p, do'stlar, mana kanalda nima beryapti, xabarlar kelib turibdi, tashlabyoapti. Ish bo'lyapti, mana o'zi. O'qiyman. Ertalab ham bo'ldi, nima jiringlayapti. Kompyuterim jiringlab urarkan, kecha o'chirmanman. Yo'q. Ana bu kim? Kechangi shitelmi romanga yurib turdi-ya. Salom hammaga. Do'stlar, bugun sizlar bilan boshlovchi. Kecha bir bola bilan shu jitel suhbatlashgan va qamoqqa olindi. Nima qamoqqa olindi? O'chir. Kompyuter urmabdi. O'chir ilyoslar. O'chirolmay bo'ldi. Bu nima to'qibdi bular? Do'stlar, charchab ketdim shog'lilar. Nima to'qibdi bular? Men tezroq bundan chiqib ketishim kerak. Bundan chiqib ketishim kerak do'stlar. Har do'stlar, agar shu videoni ikkinchi qismini xohlasanglar, 5 ta likedan keyin chiqaraman do'stlar. Har sog' salomat bo'linglar.